Bugungi videoni ishlashimdagi maqsad yuqorida o'zinglar ko'rib o'tgandek Here Uyg'uruz, ya'ni mushu Uyg'urlarni angla degan hashtag faoliyatiga yana davomli qatnashishga chaqiriq qilish. Uningdan boshqa o'zimizningki Uyg'ur medialarininki mushu Uyg'ur faoliyatchilar boshlatayotgan a, faoliyatlarni o'zimizning medialardami, xabar kanallardami aktivlik bilan bir e'lon qilgan degan umidda. Masalan, oldingi qitimdagi Me Too Uyg'ur faoliyati bor. Xalmurod Uyg'ur boshlatgan anandan keyin Still No Info deb Bahram Sintoshninki bu faoliyatimi bor, shu xalqaroniki matbuotlarniki diqqatini tortdi. Әмді мұныңдак bir faoliyatlar chiqqan chog'da o'zimizniki media kanallarida hech qanday xabar yo'q-da. Hozirgacha men diqqat qilib baxtım, necha kunning yoqi bu faoliyatga qatnashayotgan qarindoshlarimizniki sonimi ko'p, ham baharlanayotgan qitim sonimi ko'p. Shu Twitterda Here Uyg'urs degan bir hashtag bosgandan keyinlam bunun qatnashgan nurg'un qarindoshlar bor. Bularniki unsiz nolisi, mushu videolarning hammasi hech qaysiniki ovozi yo'q. Mushu videolarniki hech qaysiniki ovozi yo'q. Chunki necha vaqtdan beri har xil tillarda guvohlik videolarini ishildik. Shundoq bo'lsa dunyoninki diqqatini toza tortgandek emas. Xitoydagi bir davlatning u yana kishilik huquq birlashgan davlatlar tashkilotining nimasiga agirib qo'yibdi. Bu videolarni ishlavergandan keyin dunyo anglamagandan keyin bu qitimqi faoliyat shundoq unsiz holatda video ishlab chiqamas 10 sekunddan 30 sekundgacha bo'lgan aralıqda unsiz holda o'zimizniki demoqchi bo'lganlarini ifodalash orqali shundoq video ishlab tarqitib #Here Uyg'uruz, ya'ni Uyg'urlarni angla degan faoliyatga qatnashib dunyoga yana bir qitim shundoq o'zimizni anglatish bir faoliyatni Uyg'ur faoliyatchilari boshlatgandan keyin Arslan Hidoyat qarindishimiz, Abdug'ani qarindishimiz shular boshlatgandan keyin nurg'un faoliyatchilar hamda nurg'un boshqa Uyg'ur qarindoshlar o'zlariniki oilasidagi shu urug' tuqqanlarniki rasmlarini ko'tarib unsiz holda dunyoga yana bir qitim shundoq bir unsiz video faoliyatini boshlatdi. Ammo faoliyat chiqqandan keyin shu topda necha kun bo'lib ketdi. Bu faoliyat chiqqili yana davomli qatnashyotdi hamda shu hashtag bilan yo'llanib nurg'un xabarlar o'sha Uyg'urlar to'g'riliq chiqqanligi xabarlarni shu hashtaglar orqali qo'shib taqdirdi. Dunyoning diqqatini tortish uchun avval o'zimizning medialardami bir diqqatini tortaylik. Bir o'zimizning mediasida diqqatini tortamsak, boshqa cho'ng xalqaroniki medialarini tortishda tas. Oldi bilan o'zimiznikidan boshlaylik. Shuningdek, meningki umid qiladiganim har qaysi barliq Uyg'ur media kanallarimi shu Uyg'ur faoliyatlariniki qilayotgan ishlarini xabarlarniki sahifasiga bir qo'shib qo'yishini, oldi bilan o'zimizniki medialarida bir ta'sir qo'zg'ab, anandan keyin davomli holda xalqaro medialarniki diqqatini qo'zg'ashda bir kishilik hissimizni qo'shishimizni umid qilaman deb bu videoni ishildim. O'zimniki bu YouTube kanalim bir media supsi desam bo'ladi. Shuningdek, Here Uyg'urs deb bu faoliyatimizni o'zimniki kanalida yo'llab baxtim shu to'g'riliq xabar ishlab baqanim bo'lsin. Hamda boshqalarni davomli holda shu faoliyatga qatnashishga chaqiriq qilib, hamda ammonlarniki qo'llab-quvvatlab o'zimizniki hozirgi davrdagi Uyg'urimizniki ahvolini dunyoga anglitishda yanada davomli kuch chiqarishimizni umid qilaman. Yaqinda beri nurg'un Uyg'ur qarindoshlar Twitterga rasmiy holda qo'shildi. Hammalar birlikda bu jangga aktiv qatnashib, Xitoylarniki bashmolarga biz tamoman shunday ta'sir qila olamiz. Bu faoliyat boshlanganning yoqi bir necha kunning ichida men diqqat qildim. Shu faoliyatimiz boshlangandan mallam nurg'un qarindoshlar orqadan aktivlik bilan qatnashdi. Qatnashgandan keyin men atsi, o'g'ini, indini shu to'xtamay xabarlarga diqqat qilib baxtım. O'zimizdagi istiqlol xabarlari bo'lamdi, Erkin Osiyoniki xabarlari bo'lamdi. Yana Uyg'ur Times bor, Uyg'ur Agency bor. Shularning hammasiga bir qarab baxtım. Fidoyilar ekrani asosan boshqa programmalar bilan har kuni degidek boshqa programmalarni o'rlashtiryapti. Alloh razı olsun. Here Uyg'ur faoliyatimizga o'zimizniki medialarda texnik bakrak aktivlik bilan qilishimizni umid qilaman. Medialarimizda Uyg'urlarimizniki, faoliyatchilarimizniki shu Twitterda nima faoliyatlar bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, ta'sir doirasi ozroq kengaygandan keyin texnik bakrak kuchab tashviq qilib berishini so'rayman.
Bu özümüzdeki Uyghur mediası şublarının içinde men fakat dikkat kılganim fakat tecelli ekrani 3 qarindişimizni faoliyetçilerimizni yani chet el tildagi qarindoshlarninki bir o'rlashtirgan bir suhbat programmasi bor ekan. Aşinada Here Uyghurs deb bu faoliyatni tafsiliy tunishtirdi hamda qatnashganlarninki soni degandeklarni bir videoda alohida tilga ilib o'tdi. Hammaylar birlikda harakat qilaylik. Oldi bilan o'zimizning medialarda özümüzdeki faoliyatlarini tanıştıraylı. Anandan keyin xalqaroninki diqqatini tortishdimi zo'r ilgirlashlar bo'ldi deb qarayman. Oldimsa, hammalarga omonlik tilayman. Salomat bo'linglar.